Assalomu alaykum. Rus tili tekshiramiz videolariga xush kelibsiz. Mening ismim Eldor. Bugun biz siz bilan rus tilida avtoservisda eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Автосервис. Автосервис. Где находится хороший автосервис? Yaxshi avtoservis qayerda joylashgan? Машина. Mashina. Моя машина сломалась. Mashinam buzilib qoldi. Ремонт. Ta'mirlash. Сколько стоит ремонт? Ta'mirlash necha pul turadi? Двигатель. Dvigatel yoki motor. Нужно проверить двигатель. Dvigatelni tekshirish kerak. Масло. Moy. Я хочу поменять масло. Men moyni almashtirmoqchiman. Колесо. Gildirak. Мне нужно накачать колесо. G'ildirakni adamlashim kerak. Тормоза. Tormozlar. Проверьте тормоза, пожалуйста. Iltimos, tormozlarni tekshirib bering. Akkumulyator. Akkumulyator. Akkumulyator sel. Akkumulyator o'tirib qoldi yoki akkumulyator quvvati tugadi. Fары. Faralar. Fары не горят. Faralar yonmayapti. E'tibor bering. Ko'pchilik chinit va починить so'zlarini adashtiradi. Balki juda oddiy. Chinit bu jarayon. Masalan, master chinit mashina. Usta mashinani tuzatyapti, hali bitgani yo'q. Починить bu natija. Masalan, master починил машину. Usta mashinani tuzatib bo'ldi, mashina tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Keyingi darslargacha xayr.